Ko'rolmaydigan ichi qora insonlar bor. Ularni o'zgartirish mumkinmi o'zi? Bilmadim-u, unaqalarda shajarasi shunaqa bo'lib kelgan. Ularga ketkazgan vaqt quvol bo'ladi. Bitta she'r ham bor-ku, o'zgalarning yutug'ini ko'rib, hasaddan yuragi poralar. O'zi yemas, o'zgaga bermas, salom sizga ichi qoralar. Hech qachon to'xtamang chaynashdan, g'iybat o'chog'ida qaynashdan, to'xtamang yomonlab sayrashdan, gazni bosing chiqoralar. Omad kulib boqsa bizlarga, alam qilyaptimi sizlarga? Davleniy ham oshib 200 larga, battar bo'ling ichi qoralar. Kovlashda eng zo'r o'zingizda, sehrli cho'pcha bor qo'lingizda. Bo'ldi-da endi qo'yingizda, tuzalarsiz ichi qoralar. Sizga g'iybat shuncha shirinmi, ko'rolmaslik yoki irinmi? Insonning, odamning bir qadri bir tiyinmi? Hadis o'qing chiqoralar. Ko'rolmaslik darddir bedavo. Hozir ko'p tarqalgan bu vabo. Mayli bir kun topilar davo. Umrimni 1 minutini ham, 1 minut emas, 1 sekundini ham menga yoqmaydigan, menga неприятный odamlarga sarflamayman. Вот 1 sekundini ham sarflamayman. Nima qilaman? Sog'ligimni, asabimni buzib, ular haqida o'ylab, quvvatimni berib, o'zimni siqib, kasal qilib, uni o'rniga men o'zimni qiziqishlarim bilan, o'zimni intilishlarim bilan, o'zimni maqsadlarim bilan yashayman. Chunki bilasizmi, shunaqa odamlar borki, ularga sarflash ham uvolda. Ularni baribir rozi qila olmaysiz, baribir kamchilik topaveradi, baribir siz ayblayveradi. Mayli ular o'zi qanday qolsa yashaversin. Men haqimda nima deb o'ylasa o'ylaversin, bu ularning fikri. Bu meni hayotim, bir donagina hayotim. Men uni ifloslantirishga hech kimga yo'l qo'ymayman. В том числе o'zimga ham.